Qara Yaqub, burun seni qancha qo'rqitgan, qancha g'amga solgan ishingni kelgusida xalqqa shuncha huzurlanib deb berdi kelsa. Burunqi shogirdim Akram bilan ko'rishib qolsang, bag'lishimanki tunji qitimda u sana ma'o hikoyasini faxrlanib deb berdi. U chaqda u qo'rqib ketganlikdan yerim paralch bo'lib qilishga tasliq qilgan edi. Biz bir qitim yaqinma emas, yiroqma emas bir joydagi bir temirchining dachisini loyilash taklifiga erishdik. Biz cho'ng yo'ldan bir chig'ir yo'lga qayrilib xeli mangandan keyin Akramman qarab, "Ustoz, biz bir jangallikka ketyapmiz-ku. U sizga nega bor degan" dedi. U menga dedim men. Cho'ng yo'l bo'yidagi mushundaq bir chig'ir yo'lga tushib, udul mengiversanglar oldinglarga 8 mo birlik uchraydi. Shu yerdan so'lga azroq mangsanglar, qat ko'tarib turgan 2 qavat bino dal mening shu degan. Men bu qarab menyotiman Akram. Senmi burningni yo'g'oroq ichib mang. O'l bidining yedini olgan aman hayt dersen. Burnim sho'rning yedida etishqini ne vaqtsiz. Mashina to'xtatib darhol unga telefon qiling. Men tek sizni bilib menyotidu debdiman. Telefon qilsam o bo'ladi, ammo u bizni topalaydi deb qaragan ekan, biz yana so'rab yurmay, hech bo'lmasa bidilikni bo'lsimi o'zimiz deb barsak bo'ladi. Men bidilik tutishdigan yo'l mushundaroq bo'lamdikin deyman. Bu yo'lda mengiversak dachi emas, kapim uchramaydi ustoz. Ishonmasangiz avuningdan bir so'rab boqayli. Oldimizda bir padichi 45 dak o'chkisini haydab kelyotdi. Akram uning yeniga berib, "Tag'a, saxovatlik tayqingiz bizga oldimizda yoki keynimizda biror bidilikni ko'rsatib qo'ya olamdi" dedi. Lekin padichi bizga ikki paxtakni uchratganchilikni e'lon qilmay yurib ketdi. Akramning uning keynidan to'lab, "Ey padichilarning namunasi, mushu atrofdagi palani degan bir salofatlik temirchini tunumsiz" degan gapimni javobsiz qoldi. "Men dedim-ku ustoz" dedi Akram. "Bu yo'l normal odamlar mangdigan yo'l emas. Normal bo'lsa, bu jangalda bir mashinaning ezib yurganini ko'rgan odam hayron qolmaydi. Balkim bu yer" dedim men. Pat-pat mashinalar g'o'yildab o'tib turadigan yer bo'lsa, uning hayron qolmasligimi hayron qolarlik emasdi. Mushu yerga chiqibdiq. Yana azroq mengib ketib, faqat bo'lmasa avi yo'lg'unlardan bo'lsa-ma bekorlik huzurlanib ketaylik. Yo'lg'un deganning bundaq chiroyli bo'lganligiga men burun diqqat qilmabdi ekanman. Qizil yo'lg'unlar meni xuddi o't parvonini tortgandek tortib turyapti. Sen bu yo'lg'unlarni to'y bo'lgan qizning bir to'p qo'ldoshlariga o'xshatmayapsan Akram. Qip-qizil yuzgo'yliq pullarga o'xshatyapman ustoz" dedi u. "Temirchining pullari biznidek saqlab ketayotgandi. Biz qirg'ovullardek do'nglarni aylanib meni yurib boramiz. Mening bordigan yerni emas, kelgan yerimizni tepishqimi ko'zim yetmayotdi. Biz shundaq deyishgach oldimizga yana meniverdik. Yo'lg'unlar texmi quyuqlashib, do'nglar texmi egizlashib, menish imkoniyati faqat qolmadi degan yerga kelib to'xtadik. "Qo'li g'odingchi verma Akram" dedim men. "Bu yer ataytin bo'lsin bir kelib boqadak yer ekan. Avu do'ngi chiqdi. Bu yerni jo'grafiyalik bir analiz qil. Biz taxminan qaysi tarafdan keldikki?" U do'ngi chiqib oldiga birli qaradi. Shu hamon urkib ketgan tegidek yugurgan pet qochdi. Hatto menga qochayli deb qo'ymadi. Men uning keynidan qochishni yoki avval bir qarab yiqib, ondan qochishni bilolmay qoldim. Oxiri, "Ey, nima bo'ldi?" degancha mashinani haydab uning keynidan qochdim. Uning qochishi odatga qochish emas edi. Uni bir ko'takka so'qilib ketib, jeni chiqib ketarmikin deb ansirdim. Odam odatda mushundaq yuradigan bo'lsa, to'shqanlarga kuni yo'q Yaqub. Menmi mashinaga to'liq usta o'xshayman. Shundaq jiddiylik ichidimi biror yo'lg'unni so'qib etmadim. Yiroqdan birisi ko'ralgan bo'lsa, cho'qim meni bir yovut hungozni so'qib o'ldirmoqchi bo'layotdi deb qolardi. Men pat-pat kaynimga qaragach, uning zodi nima ko'rganligini o'ylab beqishni unutmadim. U mushundaq biror kilometrcha yugurib, surta azroq ostilganda, men uning oldiga o'tib, mashinaning eshigini o'zim ochib bermagan bo'lsam, mashinaga chiqish uning yana xiyoliga kelmagan bo'ladi. U o'zini keyniga tashlab, qeri ishda g'asrab harmadi. Men zodi nima ko'rding deb so'rab harmadim. Oxiri u nayt tezda tashqi planet odami deganni orali deyaladi. "O" devatdim men ixtiyorsiz teshig'i chiqarib. Men uni har qancha bo'lsa-mu bundaq jo'ylaydi deb o'ylamagan. "Hey, tashqi planet odami shuncha kengri koinotdan mushu yo'lg'unlikqa taraf qilg'ini chiqdimi?" dedim men. Uning javob bergidek "Na'ali. Meningcha, u cho'qim boshqa narsalarni shundaq deb o'ylab qoldi." "Hey" dedim men uningga birdam o'ylangandan keyin. "Xalat kiyib yo'lg'unga to'g'ri sifotganlarmi ya?" O mushumi gap bo'ldimi degandek qo'lini asta chayqadi. Garchi ishonmasammi, kallamga burni yo'q, ko'zlari nashputdak tashqi planet odamlar kelib oldi. Beshimizdan noma'lum bir kuchar jismi uchib o'tirgandek osmonga 4-5 qitim qarag'animni yo'shirmayman Yaqub. Men uning zodi nima ko'rganligini to'liq bilib olmaslikqa taqat qilib tura olmadim. "Qara Akram" dedim men. "Biz heliqi o'chki ko'rgan yerga keldik. Hozirgacha keynimizdan birarsi qo'g'lab kelay demidi. Injiqlavamay endi bir gap qila. Sen baya tashqi planet odami dedingmi yo men xato anglab qoldimmi? Undaq bo'lsa uning uchar taxsisi bormikan? U uchar taxsidan chiqib o'tibdimi yoki tushib o'tibdimi? Uning uchar taxsisi val-val qilib nur chachamdikan yoki jim turibdimi? Senli uni ko'rdingmi yoki u seni ko'rdimi? Hozircha mushularga dona-dona javob bergin. Mening faqat chidag'uchiligim qolmadi." U ko'zini echib qo'ymay qo'lini ko'tarib oldimizga mengiver deganni ishora qildi. Men nimalarni so'rab yuryapman ha dedim ichimda. Endi u nima desa-desin qat'iy ishonmaslikka o'zimga va'da berdim. Men cho'ng yo'lga chiqib bo'lgandan keyin mayni quloq qichidasa 5-6 kilometr mengib etdim.
Akram, endi gap qila dedim men. O'ylab baqsam, bayanqi jo'ylagandek gaplaringga ishonishga oz qilib yuribdiman. Ömrüngde sana bir çetellik uçurap baqqani yo'q. Tashqi planet adımı sana uçursunmu? Hozir bo'lsa-mu 10 gap qilmaydigan bo'lsang, mashinadan tepib tushiruydiman. Ustoz dedi o azroq midirlab. Men haqiqatan bir tashqi planet adımını ko'rdim. U kinolardami sirliq. Shunga meningcha u bizning samon yo'lilik emas. Uningdimi yiroq yulduz to'plaridan keldimikin deyman. Og'zingni yum deyapman. Sen meni ahmoq qilib o'tamsan ya. Kallani yulduz toplariga emas, yulg'un toplariga oppa. O'tin yo'lida cho'ng bo'lgan sana, nemi samon yo'lining gibi. Ko'rgining cho'qin bir uxlab qolgan o'tunchi kalva. Amsi o'tunchilar olam kiyimini kiyib olib, kesgan o'tunni oyga elib chiqadi ekanda, dedi u mu. Olam kiyimi, dedim men hayron qilib. Men bizning planetning odamlarining oyga chiqqan chog'da kiygan kiyimini ko'rib boqqanman. Boshqa planetning odamlarimi dal shunday kiyimni kiyib bizning planetga tushibdi. Uning ustiga 100 metr yiroqlikdimi, uning atrofida uchib yurgan sus bulutlarni ko'rdim. Endi buningga nima deysiz dedi. Men zodi qandoq ishonishni yoki qandoq ishonmaslikni bilolmay qoldim. Üzüp yurgan sus bulut degani nimasi endi? Bu chaqda Tümürchidan tilpin kelib bizni ezib qolmasin deb yo'l bo'yida saqlab turayotganligini aytdi. Bizning chiroyimizni ko'rib, "Nim bo'ldinglar?" dedi. Akram uningga bu yerga yiroq sayyorlardan odamlarning tushganligini jiddiylik bilan aytib, "Darhol saqchiga ma'lum qiling" dedi. Tümürchi menga, "Bu bola zodi nima kasal?" degandek qarg'ash tilpinni qo'lga oldi-da, "110 ga uramdim, 120 dimi?" dedi. "Menmi bilmadim" dedim men. Uningga bu ishlarni qisqacha tushuntirib o'tdim. Akram mening gapimga ulaqla, o'zlarining naqadar boturlik bilan qochmagan bo'lsa, balki boshqa sayyorlarga asir elib ketilishi mumkinchiligini qistirib o'tib, eng oxirida anamning ko'ksidek yashari dedi. Tümürchi dastlabda pixillab, keyin qaqoqlab, oxirida qo'rsqini tutquncha o'ltirib qoldi. Bir chaqda esiga kelib, men deqa dunyoda tümür tavlaydigan ujuğimni eng qiziqmikin debdiman. Ilmi yaxshi sizlar elishib kelib, eliqi padichilik bo'lib qolmapsizlar dedi. Uning deyishicha, jangalning kaynida yulg'un asli ishlaydiganlar bor bo'lib, tashqi planet odami degini butun badaniga hardan saqlanish uchun qalin mudofaa kiyimi kiyib olib, asal yig'iyotganlar ekan. O'zib yurgan bulut degini atrofida uchib yurgan harlarning naq o'zimish. Qanchalik kulsanglarmi mayli, menma birga kulishib birman dedi Akram. Ammo 4-birisiga demaslikka va'da bersizlar dedi. Biz jinimizni berishimiz mumkinki, ammo bu ishga va'da berishga ojizmiz dedi. U har kiyimini olam kiyimiga o'xshash loyilagan kishining hayot bo'lsa beshiga, o'lgan bo'lsa qabrisiga, taxay cho'nliqidagi bir meteorit tushib yonjib o'tmagicha dardim chiqmaydi dedi. Menmi uni oqlamoqchi bo'lgandek, yulg'undan hasal ishlaganini anglamabdi ekanmiz dedim. Tümürchi bizni agashtirib mang'ach bu hasal va harilarni xuddi o'ziningidek bir patman maqtadi. Oxirida yulg'unda beqilgan harilarni har toifisining eng mardonalari dedi. Akram yo'lda mang'ach hasalga munosabatlik har bir narsani birdan tillab chiqdi. Yulg'unnimi bo'sh qo'yib etmay, u buzi xotinning kalpuklari dedi. Hatto harilarnimi unutib qolmadi. Qaytadigan chaqda dedi u. U yerga berib u nimalardan hech bo'lmasa 20 minut tutib, avval qantini julib o'tama, ondan o'ngda yotqizib, tash bilan mingsiga birdan urib yanjib tashlayman dedi.